Bolalarda ko'p uchraydigan adenoid kasalligining eng ko'p belgilaridan biri bu burundan nafas olishning buzilishi. Bundan tashqari og'zini ochib yurishi va kechasi uxlaganda ham og'zini ochib uxlaydi bola, xurrak otadi. Og'izdan nafas olish natijasida bolada tez-tez shamollash, kechasi uyqusining sifatini buzilish natijasida kunduzi asabiylashib yuradi bola. Natijada kechasi siyib qo'yish holatlari kuzatiladi. Qulog'ini tez-tez og'rishi va tish va jag' nomutanosilligi, ya'ni tishlar qatorining buzilishi kabi holatlar bilan namoyon bo'ladi. Tomoni tez-tez shamollashi va tomoni tez-tez yallig'lanishini asosiy sabablardan bittasi bu burundan nafas olish normal fiziologiyasining buzilishidir. Ya'ni bu nima degani? O'zi inson aslida burundan nafas olish kerak. Burundan nafas olganda kirayotgan havo iliydi, isiydi, namlanadi, chang, virus, allergiya, bakteriyalardan tozalangan holatda keyin tomoq va o'pkaga o'tadi. Agar shu normal fiziologik holat buzilish natijasida inson og'izdan nafas olsa, bu ham tomoni tez-tez shamollashiga olib keladi. Burundan normal fiziologik nafas olishning asosiy buzilishining belgilari. Bu birinchisi burun to'sig'ining qiyshuvligi, bolalarda adenoid to'qimasining kattalashishi, allergik vazomotor rinit, polip va har xil shamollash natijasida burundan normal fiziologik nafas olishni buzilishi mumkin. Bu ham tomoni tez-tez shamollashiga olib keladi. Ikkinchi sababi bu oshqozon ichak kasalliklari. Ya'ni oshqozon ichak kasalligi, gastrit bo'lishi mumkin, pankreatit bo'lishi mumkin, xolesistit, enterit, kolit. Bu ham o'z navbatida tomoni tez-tez shamollashiga olib kelishi mumkin. Sinusit, ya'ni gaymarit kasalligining asosiy belgilari nimada? Bu birinchisi bosh og'rish, ayniqsa egilganda, engashganda ko'proq kuchayadi. Bosh og'rig'i bu peshona, ensa, chakka sohalarda kuchayishi mumkin. Bundan tashqari burundan kelayotgan yiring va hidli yiringlar ajralmasi va temperatura bilan kechishi mumkin. Bu gaymarit va sinusitning asosiy belgilari hisoblanadi.